Endi plita ol, kran chaqir deyishlarda davri o'tdi do'stlar, qaranglar. Yig'ma monolitlar O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Qaranglar, bemalol mana shu ko'rinishda terib olsangiz bo'laveradi do'stlar. Uy sharoitida o'zingiz ham terib olsangiz bo'lar ekan do'stlar. Agarda tera olmayman deydigan bo'lsangiz, ustalari bor, ustalarni ham gaplashib berishaveradi do'stlar. Eng qiziqarlisi, buni narxi ham juda ham arzon chiqarar ekan. Plitadan anchagina arzon, lekin bir xil vazifani bajarar ekan do'stlar. Buni xuddi shu ko'rinishda terganingizdan keyin ustidan bitta stejga qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, 700 kilogacha yukni bemalol ko'taraveradi deyapti. Narxi ham arzon, 155 ming so'mdan 1 kvadratini chiqarib berishyapti ekan do'stlar. Nima deb o'ylaysizlar? Plitadan narxi arzon, sifati bir xil. Plitadan yaxshimi, yomonmi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiringlar do'stlar. Hozir biz Andijon Izboskanda turibmiz. Vodiy bo'ylab dastavka qilib beryapmiz deyishyapti. Qolgan joylarga Xudo xohlasa telefon qilib kelishadigan bo'lsalarni ham u tomonga ham dastavka qilib berishaveradi do'stlar. Kimgadir shunaqangi plitalar kerak bo'ladigan bo'lsa, video pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar.